Bulutu bilan elektr 200 ming so'mga halollab keldi. Yashangizlar polvonlar. Ortingizdan Alloh. Oybotadan Amiriddin polvon, Beshkapadan Jasur aka Suvonovning jangchisi bilan elektr 200 ming so'mga halollab keldi. Aydangizlar, traktorda aydang. Elektr 200 ming so'mdan 3 ta uloq, pasroqqa borib tashlangizlar. Polvonlar Tilichkada 3 ta uloq ketdi. Elektr 200 ming so'mdan. Tilichkada 3 ta uloq boryapti. Elektr 200 ming so'mdan polvonlar. On besh minut bo'ldi boshlanganiga. Urgut uloq ko'pkari shaydolari guruh admini Hokim aka keling Shartoqqa. Shartoq komissiyasida o'z davrini mashhur polvonlari Muzaffar polvon, Ilich polvonlar Shartoq komissiyasida o'tiribdi mana. Uloq elektr 200 ming so'mdan polvonlar. Bilmadim. Ko'rmadim. Talashib, tortishibga boringizlar. Yosh polvonlar muddalab oladigan uloqlar. Bemalol talashib tortishibga boringizlar. Simechka buyoqdan keyin. Yaqinlashdi, iloji yo'q. Pastda internet ishlamay ekan. Shuning uchun tepaga chiqib oldim. Sardor intimakkan bu. Jilovdo Sardor ayda. Ayda Sardor. Ey yasha polvon. Halol. Beshkapadan Sardor polvonniki halol. Urgutdan Meros Hojiboni X7 bilan elektr 200 ming so'mga Beshkapadan Sardor polvon keldi. Ayda polvon uloq ko'tarildi. Beshkapada, Urgut Beshkapa. Yo'lda qarangda tortib yurganim qarangda. Qo'y tiyinmaydi bitta. Ayda polvon. Ayda Umid polvon aydan matgan bo'lasiz Umid polvon. Shogirdlari yordam qildilar Umid polvonga. Olag'oy endi. Rahmat aka Umid polvon taylamoqchi bo'lyapti buni. Umid polvon aydan Umid polvon. Halol. Quyuqishloqdan mashhur polvonlarimizdan ustoz polvon Umid polvonniki halol. Elektr 200 ming so'mga halollab keldi. Bek polvon aydan sizdan. Ayda Bek. Umid polvon dadalari Rustam Reis bobomizning oti bilan elektr 200 ming so'mga halollab keldi. Yashang polvon. Bek polvon keling solimizga. Ispanzadan Safar Hojibonimizning Samuray 007 bilan Beshkaldan Bek polvon elektr 200 ming so'mga yetkazib halollab keldi.